Suratul Fatiha. Fatiha surasi. Ushbu sura Fatiha ochuvchi deb nomlandi. Chunki Qur'oni Azim shu sura bilan boshlanadi. Namozlarning har bir rakatida o'qilgani uchun masoni, takrorlanib keluvchi deb ham nomlanadi. Uning bundan boshqa ismlari ham bor. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'on o'qishni Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan uning o'zidan yordam so'ragan holda boshlayman. Alloh ibodatga sazovor bo'lgan yagona haq iloh, Parvardigori olamning atoqli ismi bo'lib, u zotning o'zigagina xos va undan o'zga hech kim bu ism bilan nomlanmaydi. Rahmon mehribonligi butun maxluqotni qamrab oluvchi keng rahmat sohibi. Rahim esa mo'minlarni rahmat qiluvchi zot demakdir. Bu ikkisi u zotning ismlaridan bo'lib, ular zimnida Alloh taolo o'zining ulug'ligiga loyiq tarzda rahmat sifatiga egaligini e'tirof etish bor. Alhamdulillahi robbil alamin. Olamlar Parvardigori Allohga uning barcha mukammal sifatlari, oshkor va maxfiy, diniy va dunyoviy ne'matlari uchun hamd va sanolar bo'lsin. Bu oyat zamirida unga maqtov aytishga buyruq bor. Zotan Alloh taolo butun mavjudotni yaratgan, ularning barcha ishlarini boshqarib turadigan, barcha maxluqotini o'z ne'matlari bilan, do'stlarini esa iymon va solih amallar bilan tarbiya qiladigan zotdir. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmon mehribonligi butun maxluqotni qamrab olgan umumiy rahmat sohibi. Rahim esa xususan mo'minlarni rahmat qiluvchi zot degan ma'noda bo'lib, bu ikkisi Alloh taoloning ismlaridandir. Maliki yawmiddin. Alloh subhanahu va taoloning yolg'iz o'zi qiyomat kunining egasidir. U kun amallarga jazo va mukofotlar beriladigan kundir. Musulmon kishi namozning har rakatida bu oyatni o'qir ekan, oxirat kunini eslaydi. Bu esa uni solih amallar qilish hamda yomonlik va gunohlardan tiyilish bilan u kunga hozirlik ko'rishga undaydi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Biz faqat senga ibodat qilamiz va barcha ishlarimizda faqat sendan yordam so'raymiz. Barcha ishlar sening qo'lingda. Boshqa hech kim sening xohishingsiz zarracha ishga qodir emas. Bu oyatda banda duo, madad so'rash, jonliq so'yish, tavof qilish kabi ibodatlardan hech birini Allohdan o'zgaga qilishi joiz emasligiga dalil bor. Shuningdek, oyatda qalblar Allohdan o'zgaga bog'lanishi illatiga riyo, manmanlik va kibr dardlariga shifo bor. Ihdinas siratal mustaqim. Bizni to'g'ri yo'lga boshla va muvaffaq et. To senga yo'liqqunimizcha o'sha yo'lda sobit qadam qil. Allohning roziligi va jannatiga yetkazuvchi bu yorug' yo'l islomdir. Unga payg'ambarlar Sayyidi Muhammad sallallohu alayhi va sallam yo'lladilar. Bandaning saodati faqat shu yo'lda ustuvor turish bilan hosil bo'ladi. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. O'z in'om ihsoninga musharraf aylagan bandalaring bo'lmish payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlarning yo'liga yo'llagin. Ana o'shalar hidoyat va to'g'rilik egalaridir. Bizni g'azabga duchor bo'lganlar, haqni bila turib unga amal qilmagan yahudiylar va ularga o'xshaganlar yo'liga, shuningdek haq yo'ldan adashganlar, johilliklari tufayli hidoyat yo'lidan adashib ketgan nasroniylar va ularga ergashganlar yo'liga yuradigan kimsalardan qilmagin. Bu duoda musulmon kishining qalbiga yetishi mumkin bo'lgan jaholat, haqni inkor qilish, to'g'ri yo'ldan toyilish kasalliklariga shifo va islom ne'mati mutlaq eng buyuk ne'mat ekaniga dalolat bor. Binobarin, kim haqni ko'proq bilsa, unga ko'proq ergashsa, o'sha odam to'g'ri yo'lda deyilishga loyiqroqdir. Shubhasiz, payg'ambarlardan so'ng bu sifatga eng loyiq insonlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridir. Oyat karima ularning naqadar fazilatli va oliy maqomzotlar ekanini ko'rsatadi.
Alloh barchalaridan rozi bo'lsin. Namozda ushbu surani o'qigandan so'ng amin deyish mustahabdir. Ma'nosi ey Alloh ijobat qil demakdir. Amin ulamolar ittifoqiga ko'ra Fotiha surasining oyati emas. Shuning uchun mushaflarda yozilmaydi.